Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun what to do or what not to do in the examination haqida gaplashamiz. Va bunga biza hozir Financial Reporting fanidan mart 2026 imtihonida 42%, ya'ni 42 ball to'plab fail bo'lgan bir kandidatni analiz qilib chiqamiz, unga berilgan feedbackni. Manimcha ko'pchilikka juda ham manfaatli bo'ladi, chunki bu videoda aynan nima qilish kerak va nima qilmaslik kerak haqida gaplashamiz. Boshlaylik. Application and objective test skills. Application 41%, knowledge 59%, narrative 56%, calculation 36%. Ya'ni section A va B dagi savollarda knowledge yomon emas, 59%. Narrative ham yomon emas, ya'ni gapni tushunish. Theoretical deymiz-ku narsani, yomon emas. Application biroz kamroq misollarda qo'llay olish va calculation ko'pchilikka, ya'ni ironically 36% chiqdi. Bunga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni o'quvchi yaxshi tayyorlangan-u, lekin chalg'itadigan joylarda adashib qolish ehtimoli ko'p bo'lsa, unda mana shunaqa muammo tez-tez uchrab turadi. Demak, bu tabiiy holat demoqchiman. Bunaqa muammomiz ham bor. Xo'p, endi constructive response bu section C haqida. Section C da 14% bo'libdi. Birinchi savolda, ikkinchisida 59%. Birinchi savol men ko'rib chiqdim, bu interpretation. Interpretationdan bor yo'g'i 14% chiqqan. Mana shuni ozgina ko'targanda, masalan, bilamizki, bitta ballni weighti 20 ball, to'g'rimi? 20 ballni 14% qancha bo'ladi? Bu 2,8 ball degani. Marks. Buni 10 ball qilinganda katta ehtimol bilan hozir past bo'lardi. Ikkinchisi 59%. Mayli. Endi time management. Time management feedback for each of the sections. Section A 56%, section B 36%, section C 36%. Bu degani 56% markni eplayapmiz. Section A ga necha mark bor? Section A ga bizda 15 ta savol bor. Har bir 2 markdan, demak 30 mark, to'g'rimi? Bilamizki, esse imtihonlarida 100 mark uchun 180 minut beriladi. 30 mark uchun taxminan shuni 3 dan 1 60 emas, 55 minutlar bo'lishi mumkin. 56% markda ishlayapmiz. Xo'p, manda eng katta problema bu yerda time management. Qarasangiz, section A ga 1 soat 12 minut 55 sekund. Taxminan shu 1 soat 13 minut yoki 73 minut vaqt ketyapti. 73 minut vaqt sarflab biza section A dagi jami ballni, demak 30 ballni 56% olyapmiz. 30 ballni 56% bu bo'ladi 17 mark degani. 17 mark olish uchun biz 73 daqiqa vaqt sarflayapmiz. 17 ball olish uchun biz yarim soatdan ko'p vaqt sarflamasligimiz kerak edi. Bu birinchi muammo. Men hozir tahlil qilamizda, keyin oxirida o'zi qanaqa bo'lish kerak time management, nimaga e'tibor berish kerak, undan gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Va bu aytaveradi SSA. 30 mark uchun 1.8 minutdan 54 minutdan oshmaslik kerak dedi, upper limit. Lekin tez boshlaganimiz yaxshi. Section B da qarang, yarim soatda ishlangan. Va уже bilinyapti. Qarang, section A dan agar section A ni o'zidan 50 ball olib o'tadigan bo'lsak, bu yigit o'tgan 56% bilan. Lekin imtihon faqat section A dan iborat emas-ku, to'g'rimi? 1 soat 12 minut, endi 1 soat 12 minut, bu yoqda 31 minut. Yarmidan ham kamroq vaqt sarflayapmiz. Result 36%. Ya'ni 31 minut ichida biz 36%, yana 30 markni 36%, bu bo'ladi 10,5 11 mark deymiz buni. 11 point uchun 11 point bu yerdan, 17 point bu yerdan, jami 28 bo'ldi. Keling, mana shuni yozib ham ketsak bo'ladi. Demak, A, B, C 17 point, 11 point, 28 bo'ldi.
Hop, C'da mana 1 soat 14 minut ana endi. Endi biz 1 soat 14 minut vaqt sarflayapmiz. Nechta savol uchun? 74 minut vaqt sarflayapmiz. 40 ball uchun. Hop, man aniq aytaman, agar a, agarda masalan o'qituvchi уровенidagi odam bo'lsa, unda eplasa bo'ladi. Nimaga? Chunki o'qituvchi levelida bizda 1 soat 14 minutda ikkita sections ishlasa bo'ladi. Lekin student levelda bu narsani eplab bo'lmaydi. Nima qilishimiz kerak edi? Eng ideal variant bu, manga o'quvchi bo'lsa ham tavsiya qilardim. Section A va Section B dan boshlaysiz. Nimaga desangiz, Section C dan boshlasa ham bo'ladi, lekin insonni tabiati bor shunaqa. Biz ideal bo'lishni xohlaymiz. Shu Section C katta savolda. U tugamaydi. Uyni uborkasiga o'xshaydi. Uyni uborka qilaverasiz, hech tugamaydi-ku, to'g'rimi? Ideal bo'laman desangiz, to'g'ri aylanib chiqqunicha birinchi tozalagan joylaringiz yana rasvo bo'lib qolaveradi. Shuning uchun ham Section C dan boshlasangiz, siz vaqtni qanchalik tugab ketayotganini bilmay qolasiz. Section A bilan B bilan boshlanadi, lekin mani strategiyam, men o'zim demak, prosta quruq gap emas, darslarimizda ham shunga e'tibor beramiz. 50 minutda men tavsiya qilaman studentlarga A bilan B ni tugatishga. Va buni qanaqa qilish bo'yicha, demak, amaliy praktikal darslar ham qilib boramiz. A bilan B ga 50 minut. Hop. C ga mana ikkalasiga 1 soatdan sarflasa ham bo'ladi. 2 hours. yoki 120 minut. Shunda yana 10 minut qoladimi? Ko'rib chiqishga bemalol. A bilan B ni 50 minutda ishlashganda qanaqa? Parapart ishlashmasa, A bilan B strategik yondashsa bo'ladi. Masalan, nazariy savollar chiqib qoladigan bo'lsa, boshida yoqmaydigan bo'lsa, you may skip it. It's totally fine. O'zingiz yoqqadigan savollarni ishlab chiqaverasiz. Ikkinchi guruh kelganda nazariy savollarni ham ishlab chiqaverasiz. Qaysidir qolib ketadigan bo'lsa, flag qilishingiz mumkin. Muammo yo'q. Muhimi 50 minutda agar ishlay oladigan bo'lsangiz zo'r. Bemalol A bilan B ni o'zidan 60 ball, bu maksimum, to'g'rimi? 60 balldan 50 ball olsa bo'ladi. Ya'ni 5 ta xato qilish haqqingiz bor deyman o'quvchilarga. A bilan B dan siz 1 soatni ichida, 1 soatdan kamroq vaqtda imtihondan pes bo'ldingizmi? Endi sizga nima bo'ladi? Endi sizga tur paydo bo'ladi. Section C ni bemalol, hech qanaqa bosimlarsiz ishlaysiz. Imtihonda nima? Imtihonda eng katta muammomiz bosim bilan vaqt, to'g'rimi? Aynan shu vaqt orqali bizda bosim bo'ladi. Shu bosimni yo'qotish uchun ham siz Section A bilan B dan imtihonda 60 dan 50 oladigan qilib turib 50 minutda ishlaydigan bo'lsangiz, sizda shunaqa zo'r vaqt bo'ladi. Bu xuddi shot masalan 7:0 da 85-minutdan keyin bo'layotgan voqealar. Va bilasiz, 10 minut qo'shib bersa ham yetib turolmaydi ular. Shuning uchun siz xohlaganday o'ynaysiz, chiroyli aldashni boshlaysiz, fintlar qilib, agar shtrafnoy bo'ladigan bo'lsa, shunaqa chiroyli mo'ljallashga harakat qilasiz. Chunki miyangiz sizni toza turibdi, fresh turibdi. Sizda hech qanaqa bosim yo'q. O'sha bosim bo'lishini xohlamayapman studentlarda. Shuning uchun A bilan Bga 50 minut, C'ni har biriga 1 soatdan sarflanganda ham 1 soatdan 2 soatda qilsa bo'ladi. Yana 10 minut vaqt chiqib ketadi, nimagadir qarab chiqishga. Shunda ideally you would be getting a very top score. Mana shunaqa usullar bo'ladi. Nimaga Section C ga 1 soatdan deyapman? Chunki baribir katta savol, uni o'qiysiz, imtihon levelida siz ozgina hayajonlanishingiz bor. Imtihonni o'qiganingiz bilan bittada kirmasligi mumkin miyangizga. Ba'zida demak, miyamizda to'g'ri imijni shakllantirish uchun ham qayta o'qishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham 1 soatdan degan. 1 soatda bemalol любой Section C'sini ham o'tirib, boshidan oxirigacha notlarini ham berib, dizaynini ham, formatini ham, to'g'riligini ham tekshirib, 100% formatda berib, chotki qilib ball olsa bo'ladi. Va Section C ga shunaqa vaqt ajratishimiz kerak. 1 soat 14 minut ikkita Section C ga bu katta problema degani. Va ko'rinib turibdiki, mana result 36%. Lekin Section C dan 36%. Section C ga 40 ball beradigan bo'lsa, 40 ballni 36%i
Bu bo'ladi 14 4 ball. 17 ga 11 28, 14 bilan 14 ekan mana. 14 ballga biz 1 soat 14 minut vaqt sarflayapmiz. This is too much now. Va bu 14 ni ham buni tepadan analiz qiladigan bo'lsak, mana ikkinchi savolda 20 dan 59% ishlayapmiz. Masalan, question 31, question 32 deylik. Question 31 da 14%. Demak, 20 dan 14% va 20 dan 59% mana. 14 balldan ham asosiysi ikkinchi savoldan bo'libdi. Birinchi savoldan 3 ball olish bu umuman bo'lmaydigan narsada vaqt kirib ketgan degani shu. Endi analizga o'tadigan bo'lsak, Conceptual Regulatory Framework for Financial Reporting. Hop, shunda 100% ishlanibdi. Zo'r. Bu juda ham yaxshi narsa. Section A dan nazariy savollardan yaxshi ishlangan, to'g'ri tushungansiz, lekin ko'p vaqt sarflagansiz. Buni oxirida ham qilsa bo'lardi. Accounting for transactions in financial statements. Bu section A ga ham, B ga ham, C ga ham tegishli. 41%. This is not so good. Ya'ni bu narsa o'zi bizga F7 ball berish kerak. Ya'ni syllabus A'dan ko'ra syllabus B bizga ko'proq ball berish kerak edi. Analyzing and interpreting financial statements of single entities and groups. Mana bu problema bo'ldi. Qarang, 21% bor yo'q. 21%. Bu degani 20 ballik savol turibdi-da, siz 4 ball olgansiz bor yo'q shunga. Butun imtihon davomida. This is too bad. Qanaqa bo'ladi o'zi? Bu misolda consolidation tushgan grupniki, grupni analizi. Grupta analizida siz har xil keyslar bergan bo'lishi mumkin. Masalan, scenario A deymiz. Birinchi variant bu bo'ladi. Before, masalan, single entity, after group. Siz bu yerda gruppani olganligi uni performance bilan positioniga qanaqa ta'sir qilganini yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Va bunda nimalarni inobatga olamiz? Sotib olishdagi rasxodlarni, rasxodi qo'shilganda, masalan, bilasizki, media acquisition bo'ladigan bo'lsa, bizda income va expenselar prorate qilinadi. Necha oyligiga qarab turib, lekin balans sheetdagi elementlar to'lig'icha olinadi, asset bilan liabilitylar, va bu ba'zi resholarni buzib yuboradi. Siz shuni tushungan holda faqatgina oshdi, tushdi, ko'tarildi, pasaydi demasdan, mana shu aspektlarini ham hisobga olib aytishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu holatda hozir mana bir ratio, mana masalan, rosti deylik, grupta analiz qilayotganda va yil tugashiga 3 oy qolganda sotib oladigan bo'lsangiz, albatta siz subsidiaryni 3 oylik income'ini, operating profitini qo'shgan bo'lasiz, lekin mahrajida capital employed degan figurda siz 3 oylik prorate qilmagan bo'lasiz, unda to'liq olgan bo'lasiz. Shu hisobda ROSI juda ham kam chiqib qolish ehtimoli bor grup ROSIda. Shu narsaga siz darrov yomonlashib ketibdi, bo'lmabdi ekan demasdan to'g'ri hisoblashni o'rganishingiz kerak va to'g'ri analiz qilishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni keyingi yildan boshlab agar ROSIga qaraladigan bo'lsa, bu bizga to'g'riroq indikator bo'ladi. Hozirgi holatda ROSIga qarab turib fikr berish noto'g'ri bo'lardi deb aytib olsangiz, shunda you can impress the examiner masalan. Bu bitta variant bo'ldi. Va ikkinchi variant masalan before group bo'ladida, after parent disposes of the subsidiary. Bu holatda ham siz gruppa holatida qanaqa edi, undan keyin parent qanaqa, boshqa gruppa qanaqa va sotib yuborilgan, dispose qilingan kompaniyaning holati qanaqa, uchalasini analiz qilib turib siz keyin fikr bera olasiz. Ya'ni gruppa bo'lgan holatida asosiy og'irlikni kim bo'yniga olgan? Asosiy profit ushlab turgan kim? Parent bo'lganmi? Ya'ni parentda boshqa kompaniyalar bo'lganmi yoki mana shu sotib yuborilgan subsidiary bo'lganmi? Va hammasini analiz qilganingizdan keyin oxirida financial degani bilan siz non financial narsalarni ham hisobga olishingiz kerak. Masalan, finansiy taraflama ba'zan noto'g'ri finansiy tomondan qaralganda dispose qilinishi to'g'ri bo'linishi mumkin, lekin non financial yoki hozirgacha masalan historical emas, kelajakni o'ylaydigan bo'lsak, balki 1-2 yil loss bo'lishiga ham sabr qilib kutgan yaxshi bo'lishi mumkin. Ya'ni kelajak texnologiyasi, kelajakni assetlari, bizneslari uchun kerak bo'ladigan
yo'nalishda bo'lsa subsidiary, uni balki sotib olish kerak emasdir. Mana shu narsalarni discuss qilishingizga sizga ball beradi. Agar yozolmasangiz, bu juda katta minus bo'ladi. FR imtihoniga interpretationni o'rganmasdan, ayniqsa consolidationlarni, disposallarni o'rganmasdan kirish, bu FR imtihonidan bu nakli qilishga barobarda. Mana Rodeoga boryapsiz Ispaniyaga masalan, siz buqani yoniga kirdingiz, qip-qizil kiyimlardasiz, lekin yugura olmaysiz. Yugura olmaganingizdan keyin tamom, siz buqa kelib turib, sizni shunday prям shoxi bilan tiqib olishiga siz rozi bo'lishingiz kerak ekan. Imtihonda ham FR imtihoniga interpretationni yaxshi analiz qilmay turib, o'rganmay turib, yozmay, practice qilmay turib kirish katta xato. Buni ko'pchilik qo'rqadi-da. Bundan qo'rqish kerak emas o'rtoqlar. Mana analiz, interpretation mana bunaqa narsa. Hozir hamma narsaga tayyor shabloni bo'ladi. Shablonni yodlashingiz kerak emas, lekin standart narsalar bor-da. Imtihondagi ballingizni bir 35-40% tayyor bo'ladi. Qolgan 65%ni siz case'dan kelib chiqib turib va o'zingizda kreativностьdan foydalangan holda topib olasiz. Qo'shasiz, bir-biriga ulaysiz. Examiner o'ylamagan narsalarni yoritib bersangiz, siz agar valid bo'ladigan, reasonable bo'ladigan bo'lsa, chotki ballarni olasiz. Bu katta xato bo'lgan. Отчет tayyorlashga 47% mark. 47% mark. Отчет tayyorlashda ham 47% mark bo'ladigan bo'lsa, bu вообще bo'lmabdi degani. Ya'ni bizda отчет qilishda nafaqat отчетdagi sonlar, balki workinglari ham juda ham muhimda. Ya'ni dars paytaman juda ko'p aytaman. Profitda lossmi, SFPmi farqi yo'q. Har bitta shu sonini bosganda, agar soni oddiy son emas, balki workinglar bilan ishlanadigan son bo'lsa, o'sha workingga refer qilishga reference bo'lish kerak. Va workingda tiniq holatda clearly siz o'sha son qanday kelib qolganini tushunarli qilib yozishingiz kerak. Tushunarli deganda ertak qilib yozish emas, shunchaki kompakt bo'lsa ham, lekin bitta ko'rgan odam, FRni tushunadigan odam sonni qayerdan kelganini, ya'ni havodan emas, balki aniq bir sabablar bilan kelganini ko'rsa sizga ball beradi, bo'lmasa bermaydi. Ana qarang. Knowledge 59%, application 41%. Ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lsa 50% chiqadi-ku, to'g'rimi? Ya'ni nimaga SSC imtihondan bu yigitimiz 59 plus 41 taqsim 2 50 ball bilan imtihondan test qilmadi, balki 42 ball bilan yiqildi. Bu degani imtihonda knowledge based questiondan ko'ra application based questionlarni weighti sal ko'proq ekan, afsuski. Va bu yaxshi holat. Ya'ni sizdan faqat bu nima bo'ladi, bu nima bo'ladi demasdan, hop, bunaqa bo'lsa qanaqa ishlatsa bo'ladi? Mana bu qoidani, mana bu standartda bu case qanaqa ishlatsa bo'ladi? You need to apply the knowledge into the situation, into the case models, and that is the difference between fail and pass. Narrative. Mana bu yoqda davom ham bor ekan hali. Application, knowledge, narrative va calculation. Narrative 56%. Ko'pchilik narrativdan qo'rqadi. Bu yigitimiz narrativdan 56% olibdi, yomon emas. Calculation 36%, buni ustida ishlash kerak. Buni ustida qanday ishlasa bo'ladi desangiz, mana любой savol chiqadi-ku. Savol ishlaysiz. Savol ishlaganingizdan keyin o'sha savolda xato qilasizmi, to'g'ri ishlaysizmi, bu главный masala emas. Главный masala o'sha savolni ishlanish uslubini tushundingizmi o'zingiz? Va mabodo qayerdadir adashgan bo'lsangiz, nima uchun adashdingiz, o'shani yozib olish kerak. Oddiy misol qilaman. The transaction cost deydi. Should be expense, to'g'rimi? Agar fair value profit loss bo'lsa, men IFRS 9 haqida gaplashyapman. Transaction costs should must be capitalized bo'ladi fair value through other comprehensive income modelida bo'ladigan bo'lsa. Masalan, ko'pchilik adashadi shunga. Kaplanda ham, StudyHubda ham yetarlicha savollar bor. Eng yaxshi sorslar o'zi shu. StudyHubni practicelari, quizlari va Kaplan exam kit. Xo'p, shularni ishlayapsiz. Shularni ishlagandan keyin tahlil qilasiz, to'g'rimi? Xato chiqibdi ekan, to'g'ri chiqibdi ekan, statistikani qo'yib turing.
Forget about statistics. Nechta to'g'ri ishlayapsiz, nima qizig'i bor? Tushunmayotganman siz agar. Главныйsi savolni to'g'riligi emas, balki o'sha savoldan keyingi sizda knowledges oshgan oshmaganligi. O'sha savol ishlab turib sizdagi knowledge mustahkamlandimi? Oldin unchayam zo'r tushunmagan narsangiz yaxshi tushunib oldingizmi? Yoki adashayotgan joyingizga endi adashmaysizmi? Bu siz uchun knowledge. To'g'ri ishlab qo'ydingiz, lekin taxminan to'g'ri chiqib qoldi. U qizig'i yo'q. U itga ham kerak emas narsa. You don't need this. You don't put your exam performance into luck. Chunki unaqa vaqtimiz yo'q hozir. Vaqt juda ham chegaralangan. Hammamiz katta yoshli insonlarmiz. Mana bitta imtihon qarang, odamni qanchalik umrini yeyishi mumkin. Mana masalan, June deylik. June 2026 imtihon. Уже aprel 16-sida register qilgan bo'lishingiz kerak. Junda topshirasiz. Iyulni o'rtalarida masalan taxmin qilaylik, iyul 15-sida javobi chiqadi, answers. Apreldan boshlagansiz, martdan boshlagansiz, to'g'rimi? Mart, aprel, may, iyun, iyulni yarmi, 4,5 oy ketib qoldi bitta paperga. Mabodo fail bo'ladigan bo'lsa, уже birinchidan kayfiyatingiz tushadi, ikkinchidan siz yana sentyabrga topshirishingiz kerak, va buni javobi oktyabrning 5larida chiqadi. Martda boshlagan ishingiz mana mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr уже 8 oyga cho'zilib ketib qoladi. Kimda unaqa vaqt bor? Hech kimda. Shu uchun qanaqa tayyorlanishimiz kerak? Mavzularni tugatdikmi? Chiroyli plan bilan ishlayapmizmi? Eng asosiy narsa imtihoningizga mana 1 oy vaqt qolyaptimi? Siz odat qiling. Qizig'i yo'q, sizga yoqadimi imtihonga tayyorlanish? Kayfiyatingiz bormi, yo'qmi? Nima bu? Hozir zamon shunaqa. Ya'ni kayfiyatingiz bo'lsa qiling, bo'lmasa qilmang, effektivность tushadi. I can't say this. ACC bu o'ynab topshiradigan imtihon emas sizga. ACC bu o'tishimiz kerak. Bu bizani kvalifikatsiyamizni oshiradi, ishimizda xudo xohlasa yordam beradi, qanaqadir bonuslar olib kelib beradi. Keyingi etapga o'tishim uchun mana shu, demak, eshikni ochishim kerak deysiz, bo'ldi. Unga o'yin kulgi emas bu. Motivatsiya bor yo'qlik keyingi masala. You have to pass the exam and you have to take it serious, friends. Nima qilinadi? CB Practice Platform degan narsa bor. Hammamizda bor. Men topshirgan paytimda narsalar bo'lmagan. Shundan tayyorlanishingiz kerak. Aytilishi oson, eshitilishi oson. Masalan, ertalab barvaqt tur deydilar, to'g'rimi? Juda ham oson narsalar. Juda ham foydali, lekin buni qilib ko'rgan biladi. Qanchalik qiyinligini ham va qanchalik foydaliligini ham. CB Practice platformada любой fandan, misol uchun masalan FR'ni oladigan bo'lsak, bitta mujim o'qib bor o'zi kamida va yaqinda pre-June chiqadigan bo'lsa 12 ta mock bo'ladi. 12 mocks. 12 ta mockdan men sizga aytaman, 8 tachasi, so 8 of them only section C. 4 tasi full mocks. Mana shu 4 ta mockdan bular qanaqa mocklar desangiz, practice test 1, practice test 2, specimen va pre-June chiqadi yaqinda. Bittasini ishlab ko'rasiz mavzularni tugatganingizdan keyin levelingizni bilish uchun. Keyin har hafta every week yoki every other day try one past paper. Mana 8 tadan ichidan. Endi section C bo'ladi bu. Misol uchun September, December 2025 mana. Hop. September, December 2025 da question 31 va 32 bor. Ochasiz, ishlab ko'rasiz, javobini ko'rasiz, tahlil qilasiz, o'zingizga knowledge yozasiz, xulosalar chiqarasiz. Odam shu bilan odam zotda biza. 32 savolni ham ishlaysiz, nima muammo qilyapsiz? You ask a person, you ask a teacher maybe, you ask your friend maybe. Va examiner reportga ham kiradigan bo'lsangiz, September, December 2025 da unda section A bilan B dan ham savollar bergan bo'ladi. Uni ham ishlab ko'rasiz. Mana shu ustida ishlab borishimiz kerak. Ya'ni bir hafta o'tgandan keyin siz 3 ta imtihon sessionidagi past paper ishlagan bo'lasiz, to'g'rimi? Sizda muammolar kelib chiqadi. Qaysi mavzularda qiynalyapsiz, o'shani bilib olasiz. Bir. O'sha mavzuda study hubdan yoki exam kitdan section A, B yoki C practice'ni ko'proq qilsangiz bo'ladi.
ustozingizdan so'rasangiz bo'ladi. Nima qilsam bo'ladi, qanday shug'ullansam bo'ladi. Diagnozni o'zingizga qo'yishingiz kerak-da. Imtihondan keyin o'tdimmi, yo'qmi, ilohim o'tayda deb turib, yaxshi niyat qilamiz, duo qilamiz, lekin we have to do something. Sababini ham qilishimiz kerak, to'g'rimi? This is what I mean. Agar o'zingizda bu narsaga kuch topolmayotgan bo'lsangiz, unda hop biror joyga boring offline. Offline borishga vaqtingiz yo'qmi? Onlayn qatnashib ko'ring. Onlayn live qatnashishga vaqtingiz yo'qmi? Masalan, siz olishingiz mumkin, o'sha revision darslarini olishingiz mumkin. Masalan, xuddi shu narsani birga o'quvchilar bilan ishlangan variantlari bor, masalan, sotuvda. Men masalan, olinglar shuni zo'r demoqchi emasman. O'zingizga aytyapman, tayyorlansangiz bo'ladi, tekin turibdi shu narsa. Mabodo o'zingiz tekin tayyorlanishga kuch topolmayotgan bo'lsangiz va sizga baribir ishlanishini gapirib tushuntirish kerak bo'lsa, strategiyalar bilan, texnikalar bilan, unda olsangiz bo'ladi demoqchiman revision darslarini. Chunki bu darslarni olgandan keyin ham mas'uliyatda bu. Uni ko'rish kerak, uni ko'rgandan keyin amal qilish kerak. Chunki amal qilmasangiz baribir befoyda. Hop. Men umid qilaman, ozgina bo'lsa ham mana bu joydan feedbackdan to'g'ri foydalanish haqida video qildik. Qo'ldan kelgancha. Va yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, takliflar bo'ladigan bo'lsa bemalol. Shu sohada yuribmiz. Shuncha yildan beri niyatimiz baribir ACC topshiradiganlarning yo'lini osonlashtirish, qorong'u bo'layotgan joylarni yoritib berish va noto'g'ri shakllanib qolayotgan tushunchalarni to'g'risini o'rgatish bo'ladi. Sizlar bilan Abdulkarim Rustamov. Hammaga imtihonlarda omad va see you in the next videos.